uyiga bozor o'charini ham qila olmaydi. Ko'p holatlarda ota-onasi yordam beradi. Nima uchun biz qizlarimizni tayyorlaymiz-da, lekin shu yigitlarimizni mana shu oila qurishga tayyorlaymiz. Haqiqatan ham ajrimlar hozir kunda ko'p. Birinchi navbatda shifokor sifatida ayta olaman, bepushtlik masalasi ham ko'p. Undan tashqari yosh qizlarimizni hamda yigitlarimizni oila qurishga tayyor emas. Qanaqa tomondan? Ya'ni psixologik tomondan, jismonan umuman tayyor emas. Lekin bir nima xursand bo'lamanki, ayollarimiz qizlarimizni tayyorlashadi. Turmush qurishdan oldin qizlarimizni o'sha maktablarga berishadi. Ya'ni pishirib kuydirib o'rganishadi. Kerak bo'lsa tikish bichishlarni, uyini qanaqa qilib toza tutishi, oilada hamda qaynota bilan qanaqa muomalada bo'lishi o'rgatishadi. Lekin nima uchun shu bo'lajak ya'ni yigitlarimizga shunaqa maktablar yo'q. Ko'p holatlarda ko'raman, yigitlarimiz oila qurishga tayyor emas. Ya'ni u pul tarafdan aytmayman, balkim kimdir ro'zg'orini tebratishi bilan. Lekin oilada o'z uyida mas'uliyatni ko'pchilik bolalarimiz, ya'ni yigitlarimiz his qilishmaydi. Har bir erkak kishining o'zining oilada vazifalari bor, to'g'rimi? Bu ayol demak homilador bo'lgandan keyin birgalikda borishi, ro'zg'or tebratish. Ko'p holatlarda ko'raman, hattoki shu yigitlarimiz pul ham topmaydi, uyiga bozor o'charini ham qila olmaydi. Ko'p holatlarda ota-onasi yordam beradi. Tayyor emas. Homilador ayolini vaqtida shifokorga ham olib bora olmaydi, tug'ruqdan keyin ham qarasha olmaydi. Nima uchun biz qizlarimizni tayyorlaymiz-da, lekin shu yigitlarimizni mana shu oila qurishga tayyorlamaymiz. Ana shunday holatlarda har doim oilada nizo kelib chiqadi. Ya'ni qaysidir taraf tayyor bo'lmagan bo'ladi. Ko'p holatlarda ikkala tomoni, ya'ni qiz ham hamda yigit ham tayyor bo'lmaydi. Va mana shunday holatlarda albatta ajrimlar bo'ladi yoki jismonan tayyor bo'lmaydi, ya'ni o'sha to'ydan oldin tekshiruvlardan o'tishmaydi va ko'p holatlarda bepushtlik kelib chiqadi. O'rtada er-xotin o'rtasida tushunmovchilik, nizo, quda-andalar o'rtasida nizo kelib chiqadi va mana shu holatlarda ajrashishlar ham soni ko'payadi.